qilyapman-da, men zapislar kelyapti menga. Mani gapim, mani ismim o'tgan. Lekin o'sha odamlarning ustidan men hech nima deb gapirmayapman ham, na efirda, na real hayotda. Men g'iybatga, g'urvatga aralashmasligimni hamma biladi. Hamma biladi mana shu yerda. Butun xalq biladi. Men g'iybatga yo'qligimni biladi. Hamma meni orqamdan mayda gap sastyapti, gapirib o'tiribdi efirlarda, men g'iring etib gapirganim emas. Lekin bu bir bo'lmayapti, ikki bo'lmayapti. Nima bo'lsa asli Turkiyaga bordi, shunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Sen Turkiyaga kelishingdan oldin ham juda ko'p urush janjal qilgansanlar. Bu bor gap. Charos Turkiyaga kelmasidan oldin ham qancha janjallar boshqalar bo'lgan. Bitta Turkiya hozir prichom, men prichom. Nima o'zi maqsad nima? Maqsad asli O'shani aytyapman-da, maqsad nima hozir? Suvda suv po'chib oqansan? Biladi. Bo'lay. charchadim da asli. Qayerda bo'lmasa charos pul berganman. Nima qilay? Efiroj, sen guvoh emasmisan o'sha gaplarga? Qaytib so'ramaysizmi shu pulingizni, minnat qilmaysizmi deb sen savol bermaganmisan shu odamga? Nima degan? Endi nima qilay? Men qo'yib tashlaymi голосовойlarni? Manta hozir tema qiladi, bitta opaga borib olib yig'lab video tashlaydi. Nima qilay? Qo'yaymi men ham pastga ketaymi? Nima qilay? Endi hozir mana shu shantajli nima obro' bo'lib qoldimi? Hozir men ham shantajli qilib obro' topaymi hozir? Nima qilay? Qo'yaymi endi men ham shu narsalardan? Asli даже esingdami Turkiyadaligida aytganman. Esingdami divanda o'tirganimizda berayotgan pullaringni bir kun shantajlik qilasan sen deganda. Esingdami? Nima degan o'sha paytda? Hayotda so'ramayman men bergan pulimni deganmi? Onangni omi, ey menga qara. Of, ana isqart. Menga qara. Kimsan sen? Xotin-xotinimi kim bu? Qani bu? Bo'lay, aralashma. Pul uchun erini qamatganlar bu. Yo, nima qilay hozir? Qamatib yuboraymi? Shundoq hozir bitta uchastka o'yimga tashlayman. O'tirgan o'rnidan olib ketib tiqib yuboradi. Shu bilan hal bo'ladimi? Shu bilan og'zini yopamanmi? O'sha yerdan keyin aqli kirib chiqadimi? Qaytib gapirmaydigan bo'lib, shumi oxirgi yo'lim? Variantim shu qolyaptimi? Hozir taqalgan. Nima qilay hozir? Temani yopmasa, shuni Sen qanaqa bo'ladi batalay ulanib qolding? Asli men sen go'stingda o'tirsam, padilitsa kelaverdi Madidan. Keyin men kirmadim birinchi, tashqaridan kirdim aytgancha, ha, bosib ustiga kirdim. Men odili ko'rmay qopman. Shundoq kirsam, deydi, men bunga pul berganman, deydi bu. Faqat meni temamda, tushunyapsanmi? Faqat ikkalamizni gapiryapti-da. Faqat ikkalamizni gapiryapti. Charos kam bergan ekan. Yana qarada, hozir Hoji Akbar aka menga bitta gul urmagan efirimga kirib. Hoji Akbar aka, siz ham temangiz ketyapti. Siz ham aytibsizmish ozgina kim menga 100 tali podarka ursa, men mash qizga 3 ka 4 ka podarka uraydi, men o'ra beraman, boshqa qilib beraman. Menga agar shunaqa niyat bilan bitta gul podarka urayotgan bo'lsanglar, menga podarkalar keragi yo'q. Mayli aktivimni o'ldirsin, meni rizqimni qirqsin, kim shu odamni gapi uchun menga agar bitta gul urayotgan bo'lsa, o'sha odam gapi uchun urmayotgan bo'lsa, bemalol Alloh rizqi beradigan Alloh. Tan olaman любой joyda, tan olaman. Meni efir ochma, efirda topayotgan pulingni men beraman degan uchun men olganman shu pulni efir ochmasdan shu insonning gapiga kirib.
Biz hech kimni tema qilib o'tirganimizni biz o'zimiz efirimizga ko'rdinglar. Biz hech kimni tema qilmayapmiz. Biz Sardor aka haqida gaplashib o'tirdik Sardor akani videosidan, efirdan keyin o'sha yerda yig'lab o'zim ham ko'z yosh to'kib ikkita ichki ishlar xodimlariga ham videolar chiqardim men ko'rdinglar.